Hürmetli vatandaş, endi siz bilan muhokama qilaylik. Yuqorida ko'rib o'tdingiz, bugun Chislaq 2021-yil 7-oyning 12-kuni. Tuniga mavzuda ko'di, hozir Taliban Uyg'uriston chegarasiga, ya'ni Xitoyning mustamlikasi Uyg'uriston chegarasiga yetib keldi dedi. Hozir O'rta Osiyo harbiyylashdi dedi. Ondan keyin Xitoy hozir bu rayonga o'zining iqtisodiy manfaatini qo'g'dash uchun, masalan, neft, tabiiy gaz, uran rudasi va boshqa rudalar hozir Afg'onistonda ham uran mis aynak koni bu dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan kon ekan. Vatandosh bu mablag' talab qiladigan, mablag' soladigan qurilishni aytdi, zo'r qurilish ekan-da hisobda. Ondan Afg'onistondan uran chiqdi ekan, bugun xabarlar yetib keldi. Endi yana bir madan boyligi chiqdi ekan. O madanning ismini tarjima qilolmadim, qo'limda lug'at yo'q qolib qoldi, kechiringlar. Shunday ahvol ostida Jungo Afg'oniston kiraymi? Afg'onistonning iqtisodiy jon tomirini kontrol qilishim kerakmi? Yoki Afg'onistonning siyosiy vaziyatiga aralashishim kerakmi? Yuqori dedi-ku. Xo'shidin nim dedi? Biz ham Afg'oniston hukumatini qo'llaymiz, ham Taliban hukumatini. Nimanda chiroyli diplomatiya bu? Ya nima deydi Xo'shidin? Bu qaltis diplomatiya deydi. O to'rbetdikilar nima deydi? Tuniga sen Talibanni terrorist degan eding, bugun qanday uni qo'llaydigan bo'lib qolding? Jungoning do'sti dunyoning hamma yerda alashar. Gap nada? Hozir sen Afg'oniston kiramsan. Tunigin dedi, O'rta Osiyo qurolli kiraman dedi. Xususiy hatto shaxs qurolliqlarni Xitoyning qari jamiyat yanchiqchilarini Aşılarını O'rta Osiyoga elib kirdigan, qurol bilan elib kirdigan gapni tungi leksiyada dedi vatandosh. Bugun leksiyada buni so'zildik. Endi nima dedi Taliban? Biz Jungoni yaxshi do'stimiz deb qaraymiz. Mablag' solaman desa qarshi olamiz. Jungoliklar kelsa uning turmush va odatlariga kafolat qilamiz. Jungoliklarni tanlab oldik. Bu yaxshi davlat, biz Jungoga bog'an edik. Biz hozir yaqinda nima suhbatni boshlashni umid qilamiz. Demak, hozir Jungoliklarni Afg'onistonga Taliban o'zi talab qilyapti degan gap. Hozir Jungo buniga umid qilamiz, kirishni umid qilamiz degan yerda qoldi deyli. Xo'shidinning so'zi bilan. Hozir Jungo hukumati Afg'oniston kirishga jur'at qila olmadi degan gap vatandosh. Jur'at qilib ma'qul deydigan yerga kela olmadi degan gap vatandosh. Endi hozir biz bir nuqtadan qarab boqaylik. Endilikda men bugungi iqtisod nuqtasiga kelaylik. Yaqindan bir biz nima deb keldik? Sizlarga iqtisodning avvali bu hozir gumron bo'lish, menish, tozalanish yoki mablag' yetishmaslik va Jungoda qarzdorlik dedik-ku. Mushlar bilan gumron bo'lmoqchi dedik. Hozir sizlarga bir sirliq narsalik siyari so'zildik. Nima dedi? Jungo 60 yil mobaynida renminbini zavodni besib chiqadi. Shuning umumiy hajmini miqdorini qo'shganda Xi Jinping rais bo'lgan 7 yil mobaynida renminbining zavodni besib chiqilishining soni miqdori uningdan olib ketdi deydi. Demak, siz shuni his qilingki, Jungoda yoshirinib yotgan intayin zo'r tahdid pulpaxonligi va iqtisodiy kasodchilik. Endi hozir bosh nima dedik? Shinjinda uy imorat tugashdi. Shanxayda uy imorat tugashdi, mablag' chekindi. Demak, oxiri xulosa nima bo'ldi? Dudu yambog'ning oxirgi so'zi nima bo'ldi? Jungoda iqtisod yemirildi, gumron bo'ldi degan. Endi bu gumron bo'lishdan keyinda yetib keldigini kasodchilik vatandoshim. Bir narsani izlaysiz, o tog'orlab tepiladi. Bir narsani izlaysiz, o hech yer yo'q topolmaysiz. Demak, kundilik buyum, kundilik turmush, niqom dishi kundilik buyum bilan tugashdi. Kasodchilik davri keldi. Demak, bu vaqt yetgani nima bo'ldi? Jungo partiyasining siyosiy hokimiyati mazg'ab. Iqtisod o'xshash mazg'ab. Birli deb qo'ysangiz, pussini yel chiqdi degan hokimiyat bo'lib qoladi vatandosh. Dal mushundaq chog'da hozir Afg'onistondagi o'zgarish, bu dahshatli o'zgarish. Siz yaqindan beri ko'ryapsiz, BBC Özbek servis, Özbek gruppasi, Özbek til gruppasi, Amerika ovozi Özbek til gruppasi. Biz hozir Uyg'urga munosabatlik
Xitoy xabarlardan foydalanib keldik. Shaxsan men shunday qilib keldim. Xitoy tilidagi xabarlar, Xitoycha xabar emas, Xitoy tilli xabarlardan foydalanib keldik. Endilikda siz ham men ham qo'shib olaylik vatandoshlar. O'zbekcha BBC servis xizmat gruppasi, til gruppasi, Amerika ovozi o'zbekcha gruppasi. Hozir bu ikki radio gruppasi adab Afg'oniston, Taliban, O'rta Osiyo voqealarini so'zlayotdi vatandoshlar. Muqarrar holda bu voqealar Uyg'uristonga munosabatli bo'ldi. Tunigili chiqib bo'ldi-ku. Taliban qistab keldi Uyg'uriston chegarasiga dedi-ku. Endi Xitoy hukumatı Taliban bilan birga do'st bo'lib, Afg'onistonga kiraman da'vatini Taliban qarshi olaman da'vatini dedi-ku. Vaziyatning murakkabligi, giralashganligi mana shu holga yetganda endi Uyg'urning beshiga yetib keladiganini qora tuman, qora bulutning angizisimi nima? Va yoki bir yo'ruq tog'ning sho'lisimi? Hozir dal haqiqat yoki vaziyat haqiqatining ayrilish davri mushaga yetib keldi. Masalan, bu rayonga Afg'onistonga jungo kirib keladigan bo'lsa, iqtisodiy yo'l bilan uning siyosiy maqsadi ishga oshmamdi, oshmamdi. Siyosiy maqsadini ishga salamdi, sammamdi Afg'onistonda. O siyosiy maqsadini ishga samasa nuqul dollar uchunlik kiramdi Xitoy. Xitoyda bunda g'araz yo'q vatandosh. Xitoy degan bunda o'ylaydigan davlat emas. U hozir butun dunyoga hukmronlik qilaman da'vatida. Endi aytlikda Alloh xolisi bugun yetib kelganlik bilan sizlarga so'zlaydigan leksiyani tayyorlab turib, vatandoshlarga men shunday bir savol qo'yayki, endilikda O'rta Osiyo rayonida Afg'onistonning tarixdan biriki strategik o'rni, xalqaro strategik o'rni masalasida olamshumul o'zgarish bo'ladi. Bo'ldi. 8-oyning 31-kunigacha Amerika armiyasi Afg'onistondan chekinib bo'ladi. NATO chekinib bo'ladi. Demak, Afg'oniston bo'lib joyida qoldi degan gap vatandoshim. Buningki Afg'oniston qaratgan Amerikaning siyosatini va uni asosda ko'rimiz hurmatli vatandoshim. Amerika chekinib chiqdi Afg'onistondan. Demak, shu kundan boshlab Afg'onistonning xalqaro mayli siyosat, mayli iqtisod sohasini tutgan strategik o'rnida o'zgarish bo'ladi. Onun o'rniga Uyg'uristonning strategik o'rni yuqori ko'tariladi. Masalan, O'zbekistonning gazi Xinjiangga kirib keldi, Uyg'uriston orqali Xitoyga kirib keldi. Turkmaniston gazi Uyg'uriston orqali Xitoyga kirib keldi. Qozog'istonning nefti va gazi ma'togin neft kirib keldi, hozir Uyg'uriston orqali Xitoyga kirib keldi. Hozir mushu masala negizlik energiya masalasi. Uyg'uristonning energiya zapisi bilan qo'shilib 21-asrdagi jungo Xitoyni energiya bilan ta'minlash kerak. Hozir buni oz degandek Xi'andan qo'zg'algan poyezd ishlab, Urumchidan qo'zg'algan poyezd ishlab hozir bu tarafi Janubiy Osiyo tarafga, Iron, Ozarbayjon tarafga, O'rta mazgili kichik Osiyodagi Turkiya tarafga, shimoliy shimoliy taraf hozir Rossiya orqali bu poyezd Yevropaga kirib bo'ldi. Bugun savdo qatnash tugunidan hisobga olsangiz, Uyg'uriston O'rta Osiyoda o'zining o'rni bilan va Uyg'uriston bo'lishdan iborat mushu tarixiy afzallik bilan dunyoning siyosat, geopolitika va iqtisod barliq masalalar bo'yicha intayin zo'r va intayin qudratli strategik o'ringa aylandi. Şuna dünya bu rayonga qandaq qiziqadi va bu rayondagi Uyg'urlar masalasi qandaq bir taraf bo'ladi. Bu masala hozir dunyoda strategik bir qimmat yaratuvchi bir masalaga aylandi. 7-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken 7 nafar Uyg'ur vakilini qabul qilgan chog'da dediki, biz Uyg'ur masalasini tashlab qo'ymaymiz. Uyg'ur masalasiga davomli ega bo'lamiz dedi.